Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Erim yo'q, kelishtirib bering, qiynalib qoldim deyapti-da. Tashqariga chiqib bivaydiga o'tirib ketyapti. Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Yangi mashina chiqsa yugurib borib olasizlar-ku. 30 mingmi, 40 ming dollarmi? Ustiga kelganda 10 ming dollar qimmatga qiladi. Vaholanki, o'sha ishni sen qila olmaysan. Ustini 2-3 oylab qiladi shu 10 ming dollar uchun. Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Nima? Hamma ustalar bo'tda to'g'ri kelmagandan Rossiyaga borib ishlash kerakmi, o'zini yurtida ishlamay? 3 etaj, 4 etaj uy quryapsizlar-ku. Lekin sizlarda pul yo'q. Biza narx-navoni oshirishimiz kerak emas. Biza Matizda sizlar o cho'tki mashinada Li7lar deyishinglar kerak. Ha? Sizlar qimmat bo'lib ketibsizlar. Qimmat bo'ladi, mehnat bu. O'sha ishni sen qila olmaganing uchun pul to'laysan. Ya, bunaqasi ketmaydi.